Bir yigit otasidan qolgan eski uyni ta'mirlayotgan edi. Uy ichidagi keraksiz buyumlarni tashqariga chiqarayotib, chang bosib yotgan eski kitob javoniga ko'zi tushdi. Javon to'la kitob edi. Yigit ularni eski tuski deb hisoblab, chiqindiga uloqtirmoqchi bo'ldi. Shu payt ularning ichidan chiroyli muqovali bir kitob diqqatini tortdi. Bu otasi tiriklik vaqtida eng ko'p varaqlagan kitob edi. Yigit beixtiyor kitobni ochib, sahifalarni varaqlay boshladi. Ko'zi bir jumlaga tushdi. Bolam, agar hayotda yo'lingni yo'qotib qo'ysang, odamlardan emas, kitoblardan najot izla. Chunki odamlar seni chalg'itishi mumkin. Kitob esa to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Bu otasining o'z qo'li bilan sahifa chetiga yozib qo'ygan dastxati edi. Yigitning tomog'iga bir narsa tiqildi. Otasi vafot etganidan beri u qanchalik qiyinchiliklarga uchradi. Kimlardan yordam so'ramadi, kimlarga yalinmadi. Lekin eng katta najot, eng to'g'ri maslahat mana shu yerda, o'z uyida chang bosib yotgan ekan. Yigit kitobni bag'riga bosdi. U uzoq vaqtdan beri birinchi marta kitob sahifasini varaqlab, haqiqiy oromni his qildi.